Bor kuluvchilari, futbolkalari, ruletkalar tugab qoladi, o'ylamanglar. Nasoslaridan ham avion bor aka. Umuman cheklanmagan miqdorda soqchon, priyoma Xitoydan o'zimiz olib kelamiz bu narsalarni. Faqat ustakalarimizga oson bo'lsin deb harakat qilyapmiz-da, qiyinchiliklar bo'lmasin. Kelsinlar, bizga aliyoq qilsinlar, biz ularga hamma narsamizni yetkazib beraylik, maza qilib ishlatsinlar. Hamma narsasiga e'tiborli bo'lasizlar ustakalar. Qo'qonda to'g'ri bitta biz emasmiz chiqaradigan juda ko'p, lekin sifatiga e'tibor beringlar, sifatiga. Narxiga ham e'tibor berib qo'yasizlar. Bizda oldi sotdi narsalar yo'q. Priyoma dillari ham o'zimiz, xo'jayini ham o'zlari, Nazir akamiz yaxlari. Kelaverasizlar. Keyin qarang, Dilmurod aka e'tibor bering, ko'pchilik stanoy oladi-da, boshqa odamning stanoyini reklama qilib, ustiga pul qo'yib sotishyapti. Bizda unaqa narsa bo'lmaydi. Yo'q, bizda unaqa narsa berilmaydi. Berilgan taqdirda ham shu yerda $1100 shuncha narsalar bilanmi, Samarqandda shu narx sotiladi. Qoraqalpog'istonda ham xuddi shu narx sotiladi. Bizda unaqa narx qo'yish yo'q, birovga berish yo'q. Faqat o'zimiz bilan keladi, shartnomani qiladi, bitimni tuzadi, kelishilaveradi hamma narsa. Muammo yo'q.